Assalamu alaikum урматтуу мен мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Тверская область, город Бежецкийден жалындуу ысык салам. Туугандар, бүгүнкү кезекте дагы бир Өзбекстандан келген бир тууганыбыз үйдүү болду. Анда эмесе жүрүңүздөр, жанына барып бирге маек куралы. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bul özünüzдөр көргөндө İsmet aka. Assalamu alaikum. Yaxshimisiz aka? Tinchmisiz? Allah hammamizni iqbolimizni, barakamizni bersin. Sallallohu taala ala xayr xalq Muhammad va sallallohu alayhi va sallam. Amin. Allohu akbar. İsmet aka, bul özünüzдөр көргөндөй өткөндө. Assalomu alaykum birodarlar. Kim meni paddeshga qilib, kim meni ko'rgan bo'lsa, xafa qilgan bo'lsam, yomon gapirgan bo'lsam, uzr. Mana birodarlar, og'aylar, mana bu kishilar yana keldi, mana Surxondaryodan shu telefonni, shu videoni ko'rib, mana Surxondaryoda mana akamiz uy olgani keldi. Asqar aka. Mana Allohga shukr, mana bitta uy topdik. Mana shu bugun dokument qildilar, mana dokumentlari qo'liga inshaalloh. Mana dokumentlar. Buga mana Nurik akaga ming rahmat. Mana shu kishi hamma dokumentlarni shu bugun qilib berib, uyda olib borib ko'rsatib, hammasini zakonni qilib, mana dokument qo'llariga. Aha. İnşallah Parvardigor mana kimni jilaniyasi bo'lsa, men aytganimday, mayli eskimi, yangimi, yeri bor, joyi bor, tinchgina mol kelib mol hol qilaveringizlar inshaalloh. Ana hammalaringizga rahmat. Kim meni paddeshga qilgan bo'lsa, Alloh paddeshga qilsin. Allohning iqboliga bo'lingizlar. Qayerga bo'lsa ham Alloh asrasin hammalaringizni og'aylar. Qana? Assalomu alaykum. Asqar aka, assalomu alaykum. Asqar aka. Va alaykum. Yaxshimisiz aka? Tinchmisiz? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hamma birodarlarga, aka-ukalarimizga, o'zbek aka-ukalarimizga. Bir oy, 1,5 oy oldin men Nursultonni videosini ko'rgandim kanalidan. Birdan podpiska bo'lib, kanalga qiziqib qarab chiqdim. Uy, Tverdagi uy bo'yicha bunga men telefon qildim. Shunaqa uy olmoqchiman dedim. Keyin keling dedi. Bir keldim, ko'rdim uyni, ketdim. 4 gektar 20 sotik yer, 4 gektar 20 sotik yeri bilan. Could you be the one? 105 kvadratli uyi bilan keyin yana 10 metrga 8 metr garaji ham bor. Shuni mana bugun dokumentini oldim. Men dokumentini kupli-продаж договорni bu hozir. 5 kundan keyin dokument tayyor bo'ladi ekan. 5 kundan keyin menga ular MFSda mahalla, o'zbekchasiga aytganda, mahalla telefon qiladi, dokumenting tayyor bo'ldi deydi. Kelib men dokumentni olaman, qonuniy. O'sha uyni olganimga keyin registratsiya qo'yaman. O'sha uyni o'ziga, o'zimni uyimga o'zim registratsiya qo'yaveraman. Siz Rossiya grajdani yoki mana nima deydi, место жительствоңiz bo'lishi shart emas. Bitta pasportingizni ruschaga переводы bo'lishi kerak. Agarda O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, O'zbekiston fuqarosini ruscha переводы bo'lishi kerak. Переводы bo'lishi kerak. Перевод bo'lganda ham siz O'zbekistonda перевод qilib beradi-ku, u перевод bo'lmaydi. Siz Rossiyaga kelib notariusdan перевод qildirishingiz kerak. Перевод qilganingiz mana bunday qizil nimasi bo'ladi. Notariusdan, ha? Notariusdan. Mana shu o'tadi, boshqa перевод o'tmaydi. Registratsiyangiz toza bo'lishi kerak. Yana nimani aytay? Men mol boqish uchun oldim. O'sha 1 gektar yerga molxona quraman, shu 50 metr, 100 metr qilib, endi qancha kuchim yetsa, qancha pulim yetsa, shu ma'qulini o'zimga to'g'ri keladiganini qilib, kuchim yetganini qilaman. Kanalga podpiska bo'lingizlar, podpisatsiya qilingizlar. O'zbeklarga, tojiklarga, qirg'izlarga maslahatim mana shu rabochi nima desam ekan, rabochi bo'lib yurmanglardagini 410 ming rublga oldim uyni. O'zi necha pul deb turuvdi? 450 ming deyotgan edi, 440 ming skidka qildi, 410 mingga oldim. 410 ming rublingiz dollarga necha dollar bo'ldi? 5 ming dollar deng. 5 ming dollar. Ofarimlikni hammasiga 5 mingga shu uyni oldingiz, ha? 5 ming bo'lmaydi, aytgancha.
4100 dollar ey. 4100 4100 dollar, men 5000 debman. 4100 dollarga aldingiz shu uyni, ha? 4100 dollarga oldim shu uyni. 4 gektar yeri bilan. 4 gektar 20 sotiga ham bor isho. Ha, Endi siz O'zbekistonda 10 sotik uyni qanchaga olasiz? 10 sotik uyni O'zbekistonda 4000 dollarga olasiz. Bu yerda shunday kelasiz, molni boqasiz, molni semirtirasiz, sotasiz, pulni qilasiz. Shu biznes ana shu ish, mana shundaqa ish qilsa bo'ladi. Imkoniyat bor. Bu yerda qishloqlarda uyni tashab ketib qolyapti. Mana shu Rossiyaning o'zini xalqi tashab ketib qolyapti. Mana shu uylar pustoy. Mana orqamizda turgan uylar ham pustoy. Aha. Bo'sh ana shu uylar. O'shaning uchun kelib yashasangiz sizda birov militsiya ham tekshirmaydi. Registratsiya hamma yoqda mana shu uyingizni o'zingiz qilaverasiz. Tug'andar, juringizlar andamasa Asqar akamdan olgan uyini cho'g'i ko'rayli. Asqar aka, Surxondaryoning qaysi joyidan bo'laman dedingiz? Surxondaryoning Muzrobot degan joyidan bo'laman men. Aha. Surxondaryo O'zbekiston, Surxondaryo viloyati Muzrobot tumanidan bo'laman. Yangi diyor degan mahallasidan bo'laman. O'sha Moskvada ishlab yurgan paytimda siz videolaringizni ko'rib qoldim-da. Aha. Videolaringizni ko'rdim, mana shu 4 gektar yeri bor. Uyni ko'rib qoldim-da. 4 gektar 20 sotik yeri bor. O'sha uyni ko'rib, keyin men shu uyni olaman deb niyat qildim-da, shu sizga keyin telefon qilib, kelib mana kay uyni oldim. Oldi sotdi hujjatini nima qildik, topshirdik. Oldi sotdi hujjat qildik. Endi inshaalloh Xudo xolasa 5 kundan keyin dokumenting tayyor bo'ladi dedi. Nasib inshaalloh 5 kundan keyin dokumentni olaman. Ana u dollarga necha pul bo'ladi dedingiz? 4100 dollar pul bo'ladi-da. 10,000 rubldan hisoblaganda 410,000 rublingiz 10100 dollar bo'ladi. Ha, dальнейший planlar qanaqa endi? Dальнейший planlar shu yerda mol boqchiman, mol boqmoqchiman. Mana yoqda ana zabor qilasizmi mana yoqdan? Zabor qilib, bir tomondan zabor tortaman, bu uyni bu tarafidan 50 metrga 10 metrlik molxona solaman-da, 100 ta buqa boqmoqchiman-da men shu yerda. 100 ta buqa ketadigan qilib, ana shunaqa joy qilmoqchiman-da. Inshaalloh, inshaalloh. Inshaalloh Alloh buyursa, Alloh nima degan bo'lsa shu bo'ladi-da. Meni niyatim, sabablarni qilaman. Qolganini Alloh o'zi. Demak, Xudo xolasa mana yoqqa 100 ta buqani olib kelsangiz, yana denli video chiqarar ekanmiz-da. Nasib inshaalloh dokumentni olib kelaman-ku, o'sha yerda borib qaytadan video yana chiqaramiz-da. Shu yerda yana qaytadan video chiqaramiz. Buqalarni qachon endi yozdan olib kelasizmi yoki mana shu yangi yildan keyin. Yangi yil o'tadi-ku, shundan keyin o'sha ko'chib kelaman. Va shu yerga svetini, o'tin deganday o'zim yashaydigan nima kamchiliklarni to'g'rilayman, uyda nimasi bor bo'lsa. Paka 20 tami, 10 tami buqa olib kelaman-da. Aha. Keyin o'sha kun isigandan, isi boshlagandan qolgan nimalarni olib kelaman, hammasini. Nechta kerak bo'lsa, pulim yetgancha 100 taga niyatim bor. Xudo xolasa. Bir xil akalar bor, sponsorlik qilaman, men mol olaman, sen boq degan akalar ham bor. Agar o'sha akalar olib kelsa, shu 100 ta buqa olaman-da. Men shu yerga bir traktor, shuni opshi qiladigan ishimiz, men shu yerga fermerskiy, dehqonchilik, mol boqish, mollar semirgandan keyin O'zbekistonga olib borib sotish, pul qilishda niyat shu. Shunday niyatda kelgansiz. Shunday niyatda kelganman. Endi nima deb aytayin, yana boshqa aytiladigan aytilmaydi. Endi Asqar aka, самый главный ana O'zbekistonning fuqarosi kelib bemalol uy sotib olsa bo'ladi ekan-a? O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston zagran pasport bilan registratsiya, 3 oylik registratsiya bor-ku o'zbeklarda. O'sha registratsiyasi chista bo'lsin, bazadan chiqadigan bo'lsin. Zagran pasport, registratsiya, pasportni ruschaga перевод qilingani bo'lish kerak. Ruskiga перевод qilinishi kerak. Перевод pasporti degan. Перевод pasporti bo'lsa bo'ldi. Перевод pasport bo'lganda ham mana metrolarda, metro Taganskida o'zbek bolalar qilib beryapti-ku 500 so'm, 800 so'mga. U перевод bo'lmaydi. Перевод, чисто перевод, notariusdan qilingan перевод bo'lish kerak. Notariusdan qilingan перевод bunday qizil lentichkasi bo'ladi, pechat urilgan.
Ana shunaqa perevod kerak. Обычный просто qog'ozga perevod qilingan bo'lmaydi. U O'zbekistonda ham perevod qilib beradi. U O'zbekistonda perevod pasport o'tmaydi. O'zbekistonda qilingan perevod pasport o'tmaydi. Mana Metro Taganskida qilinayotgan ham o'tmaydi. Rossiyani o'zini notariusidan pasport perevod qilasiz. Boshqa joyda o'tmaydi. Endi o'zini nimasini podдержка qiladimi bilmayman nima uchun. Men shunaqa ekanda. Endi oxirgi savolimiz Asqar aka. Bu yoqqa yana kelaman degan o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklarga qanaqa savet berardingiz? O'zbeklarga, tojiklarga, qirg'izlarga, mana shu Moskvada ishlab yurgan aka-ukalarga, musofirlarga men aytamanki, pulni to'planglar. Mana qachongacha yuramiz rabotchi bo'lib, misolda qor kuraymiz bosh. Men o'zim ham rabotchiman-da. Qor kurayman, boshqa qilaman. O'sha ishlarni qachongacha yuramiz? O'sha ishlardan pulni to'dalaylik degani molni olib biznesni qilaylik. Ana tug'anlar, eshitdingizlar, o'qdingizlar. Anda mese klassdan bosib podpisatsiya knopkasini basa ketaylik. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon turingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.